Qo'qonda eng arzon Optim ro'mol bozor borligini bilamidinglar? Bilmaganlar uchun narxlarini tanishtirib chiqamiz hozir. Betdagi ro'mollar son-sanoqli yo'q, turlar juda ham ko'p. Pachkaga 25 ming so'm ekan bu ro'mollar. Material juda ajoyib. Bular 15 ming so'mdan ekan bu ro'mollar. Bular hammasi 15 ming so'mdan ekan bu ro'mollar. Sifati juda zo'r. Bular 20 ming so'mdan ekan. Ranglari juda ham ko'p, toshli hammasi. Bu ro'mollar pachkaga 18 ming so'm ekan. Hijob ro'mol 20 ming so'm ekan pachkaga, bular 30 ming so'm ekan. Bular ham 30 ming so'm ekan. Bular 25 ming so'm. Mana bu ro'mollar 40 ming so'm ekan Optimga. Mana turlari juda ham ko'p. Bu yerda arzonlari ham bor ichida. Bunaqa to'qimaligi ham bor ekan. Pachkaga 40 ming so'm. 5 ta rangi bor a? 5 ta rangi bor ekan. Bu ham bunisi 30 ming ekan pachkaga. Buni ham ranglari juda ham ko'p. Bor, jigarrang bor, kapuchino rangi bor. Ranglari ko'p ekan. 40 ming. Mana haligilar rang momoqlari ham bor, mana angorkaliklari ham bor. Ular ham nimadan? 40 ming qilib beraman. Rahmat. Mana bu do'konda ham assortimentlar juda ko'p ekan. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. 15 ming so'm ekan bular Optimga. Bu yoqda ham bor ekan. Bu yoqdagilar 15 ming so'm. Mana oldin ko'rsataman. Mana. Atigi 15 ming so'm bular. Ro'mol bozori bu yoq ko'chaga chiqib ketish, bu yoq bog'cha bozorining eng oxirgi darvozasidan kirib kelish. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.